G'arb davlatlari Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchiligi va insoniyatga qarshi jinoyatlarini oshkorlashda hozirga qadar oshkor uchur manbalariga tayanib kelgan. Bo'libmi Xitoy hukumatining rasmiy hujjatlari, Xitoy uchur manbalari, shohidlarning guvohliklari, sun'iy hamroh suratlari va nopozliq tadqiqot o'rinlarining dokladlariga tayanib kelgan edi. Halbuki navbatda Xitoyning rayondagi qilmishlarga oid uchurlarni to'plash va hujjatlashtirishda Amerika istixborot organlarining ishga solish talab qilinmoqda. Shu maqsadda Amerika Davlat Majlisining bir avam palata a'zosi yaqinda bir qonun taklif loyihasi sunib, ochiq-oshkora uchur manbalari Xitoyning Uyg'ur rayonida sodir qilayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyatga qarshi jinoyatlarni oshkorlashda yetarli emasligi, buning qarta Amerika josuslik organlarini ishga solishni talab qilgan. 31 may kuni Qozog'istonda sobiq Sovet ittifoqi yurgizgan siyosiy ta'qiblar natijasida qurbon bo'lganlarni xotirlash marosimlari bo'lib o'tdi. 1997-yili 5-ayning 31-kuni Qozog'istonda siyosiy bostirish, chegaradan qo'g'lab chiqarish va ocharchilikda qazo qilganlarni xotirlash kuni deb e'lon qilingan. Qozog'istondagi Uyg'urlar atom fojiasi deb nomlantirgan zo'r qirg'inchilikni va rus bolsheviklarining shu qitimli qirg'inchiligida hayotidan ayrilgan qurbonlarni turli shakllarda xotirlab kelmoqda. Xitoy Sharq Turkistonning tabiiy boyligini uzluksiz bulant-talan qilib kelayotgan bo'lib, yaqindan beri bulant-talanni texnik kuchaytgandan sirt har xil tajriba sinoqlarini qilgan. Xitoy bu qitim yana tarim o'ymonligida quduq burg'ilashga boshlagan bo'lib, bu quduqqa cho'nqur tarim ilmiy tekshirish birinchi quduqi deb nom bergan. Mo'lchardagi burg'ilab tekshirish cho'nqurligi 11100 metr bo'lib, bu joy dal Taklamakan qumliqining markaziga joylashgan. Xitoy taratqullarining xabarida 10,000 metr cho'nqurlikdagi quduqni burg'ilash yer sharining noma'lum sohasi ustida izlanish, insonlarning bilish faslini kengaytishdagi bir qitimli sinoq ekanligini ta'kidlagan. Amerika Moliya Ministerligi e'lon qilgan bir bayonotda chet el mulkini kontrol qilish ishxonasining qonunsiz fentanil qo'shilgan dori ishlab chiqarishda ishlatilgan uskunlarni setish bilan bevosita yoki vositalik munosabatli shaxs va tashkilotlarga tadbir qo'llanganligi bildirildi. Bayonotda aytilishicha, Xitoyga chetishlik 7 shirkat va 6 shaxs bilan Meksikaga chetishlik 1 shirkat va 3 shaxsga bu vaqtda embargo yurgizildi ekan. Meksika shirkatlari qartilgan jazolar Meksika hukumat doiralari bilan birlikda ijro qilindi ekan. Portugaliya hukumatining bir necha kun burun e'lon qilgan qaroriga asosan Xitoy texnik shirkatlari Portugaliyadan J5 tori qurilishining sirtida qoldirildi. Portugaliya tor bexatarlik oliy kengashi yaqinda bayonot e'lon qilib, Yevropa ittifoqi sirtidagi yoki Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotiga, iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkilotiga tava bo'lmagan davlatlar ta'minlagan uskunlarni Portugaliyaning 5G torida ishlatishni cheklaydiganligini e'lon qilgan. Bayonotda mazkur tashkilotlar sirtidagi davlatlarga tava shirkatlarning tor bexatarligiga nisbatan ig'ir xatar hisoblanadiganligi ta'kidlangan.